Bugun ko'rib chiqadigan mavzuyimiz aritmiyalar haqida bo'ladi. Keling aritmiyaga birinchi navbatda ta'rif berib olamiz. Aritmiya o'zi nima? Aritmiya bu yurak abnormal elektr o'tkazuvchanligi. Ya'ni u bo'lishligi mumkin. Yurak urishlari, ritmi va impuls chiqaradigan hujayralarda o'zgarishlar bilan kechadigan patologik holatlar hisoblanadi. Xo'p, birinchi navbatda aritmiyalar ikkiga bo'linadi. Taxiaritmiya, bradiaritmiya. Xo'p, normal holatda yurak urishlar soni 50 tadan 100 tagacha yurak urishlar soni normal hisoblanadi. Ya'ni daqiqasiga 50 tadan 100 tagacha. Bundan ortib ketadigan bo'lsa bizda taxiaritmiya hisoblanadi. 100 tadan ko'p bo'ladigan bo'lsa bu taxiaritmiya, 50 tadan kam bo'ladigan bo'lsa bu bradiaritmiyaga misol bo'ladi. Xo'p, yana bitta turi bor, ya'ni 350, 400 tadan ham ortib ketadigan turlari bor. Bu bo'lmacha fibrillatsiyasi, bu juda ham og'ir holat hisoblanadi. Xo'p, taxiaritmiya, bradiaritmiya. Birinchi navbatda taxiaritmiya haqida gaplashib o'tamiz. Taxiaritmiya ham o'z navbatida ikkiga bo'linadi: supraventrikulyar va ventrikulyar. Ya'ni tushunish osonroq bo'lishi uchun mana shu joydan bo'ladigan bo'lsak, tepada bo'lmacha, pastda qorincha. Bo'lmachada hosil bo'ladigan aritmiya turlari bu supraventrikulyarga misol bo'ladi. Qorincha tomonda hosil bo'lsa, bu ventrikulyar aritmiyalarga misol bo'ladi. Xo'p, birinchi ko'rib chiqadiganimiz, birinchi aritmiya turi bu sinusli taxikardiya. Sinusli taxikardiya. Ya'ni mana shu sinus tuguni o'zidan ko'p impuls chiqaradi. Abnormal holatda, ya'ni normal bo'lmagan holat bu o'zidan ko'p impuls chiqarishligi va 100 tadan ortib ketishligi, bu birinchi holat sinus taxikardiya hisoblanadi. Ikkinchi holat mana shu bo'lmachada impuls chiqaruvchi bitta o'choq hosil bo'lib qoladi patologik holatda. Bitta o'choq hosil bo'lib qolishligi bu va mana shu o'choqdan impuls chiqadi. AV tuguniga qarab impuls chiqishi natijasida bu ham bo'lmachani qisqarishiga olib keladi. Bu bitta fokusda bo'lganligi uchun bu fokal atrial, ya'ni fokal bo'lmacha taxikardiyasiga misol bo'ladi. Endi xuddi shu bitta o'choqdan emas, ikkita, uchta o'choqdan impuls chiqadigan bo'lsa, bu ikkita, uchta fokusdan chiqadigan bo'lsa, bu multifokal atrial taxikardiyaga misol bo'ladi. Xo'p, keyingisi mana shu uchala o'choqdan impulslar juda ham ko'p chiqishi bor. Juda ham ko'p chiqishi, ya'ni 300 ta, 350, 400 tagacha impuls chiqishligi bu atrial fibrillation, ya'ni bo'lmacha fibrillatsiyasiga misol bo'ladi. Atrial fibrillation. Xo'p, yana bitta taxiaritmiya turi bu mana shu 3 tabaqali klapan atrofida reentry mexanizmi bo'yicha ketadi, ya'ni aylanma yo'l hosil bo'lib qolish mexanizmi bo'yicha. Buni nomi atrial flutter. Atrial flutterga misol bo'ladi. Xo'p, keyingi taxiaritmiya turimiz bu mana shu AV node, ya'ni AV tugunining o'zida patologik holat kechadi. Bunda AV tugunining atrofida mana shu impuls aylanib qolishligi mumkin. Bu atrioventrikulyar nodal reentry circuit, ya'ni AV tugunida impuls aylanib qolishligi bilan kechadigan aritmiya turi. Keyingisi mana shu joyda bo'lmachadan qorincha tomonga AV tugunidan boshqa yo'l hosil bo'lib qolishligi mumkin. Mana shu yo'ldan o'tib aylanma yo'l hosil bo'ladi va mana shu ham qisqarishga olib keladi. Yurakni ko'p qisqarishiga olib keladi. Bu atrioventrikulyar reentry halqasi deb nomlanadi. Ya'ni bo'lmachadan qorincha tomonga qo'shimcha yo'l orqali impuls oqib o'tishi ro'y beryapti. Endi bu ikkalasi, mana shu ikkalasi AV, NRC va bunisi birgalikda paroksizmal supraventrikulyar
taxikardiya deyiladi. Paroksizmal supraventrikulyar taxikardiya deb nomlanadi boshqacha nomi. Bu supraventrikulyar taxikardiyalar turlari haqida. Bularda hammasini birma-bir ekigidagi ko'rinishlari haqida hammasini birma-bir gaplashib o'tamiz ozginadan keyin. Keyingisi ventrikulyar taxikardiyalar. Ventrikulyar taxikardiyalar yozib olamiz. Ventrikulyar taxikardiyalar. Ya'ni bu ham ventrikulyar taxikardiya ham ikkiga bo'linadi. Ya'ni o'choq qorinchani bitta qismida bor. Bitta qismida bor. Mana shu qismdan ham qisqarishga, mana shu qism ham qorinchalar qisqarishini ta'minlayapti. Ya'ni bu ham. Bu monomorfik taxikardiya deb nomlanadi. Monomorfik ventrikulyar taxikardiya. Xo'p, ikkinchisi xuddi mana shu o'choq yana boshqa joylarda ham bor. Ya'ni 2-3 ta joyda bor. Bu polimorfik taxikardiya deb nomlanadi. Ya'ni xuddi shu fokal va multifokal bo'lmachi taxikardiyasi bilan mexanizm bir xil konsepsiya hisoblanadi. Endi polimorfikni bu normal QT interval bilan ketishgan holati. Xo'p, keyingi taxikardiya turimiz bu polimorfik taxikardiyani, ya'ni bu strelka polimorfik taxikardiya, polimorfik qorincha taxikardiyasida uzaygan QT interval bilan kechadigan holati bor. Ya'ni prolonged QT interval. QT interval uzayib ketgan holatda kechadigan turi bor. Buni ikkinchi nomi torsades de points. Torsades de points deb nomlanadi. Xo'p, endi uchinchi holat bu juda ham og'ir holat hisoblanadi. Deyarli bemorda o'limiga ham sababchi bo'ladi. Bu ventricular fibrillation, ya'ni qorincha fibrillatsiyasi. Ventricular fibrillation, qorincha fibrillatsiyasi hisoblanadi. Xo'p, bu taxiaritmiyalarning turlari haqida bo'ldi. Bular haqida ham albatta hammasini detaligacha o'rganib chiqamiz. Faqat birozdan keyin detaligacha o'rganib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Keyingisi bradiaritmiyalar, ya'ni 50 tadan kam bo'lgan holat. Hop, birinchisi sinus tuguni, sinusli bradikardiya. Ya'ni sinus tugunidan impulslar kam chiqishligi. Sinusli bradikardiya, sinus tugunidan impuls kam chiqyapti. Ikkinchisi birinchi darajali yurak blokadasi. Ya'ni sinus tugunidan impuls chiqdi normal holatda va AV tuguniga beriladi. AV tugunida ko'proq ushlab qolinishligi bu birinchi darajali yurak blokadasi deyiladi. Heart blocks. Birinchi daraja yurak blokadasi. Bu unchalik xavfli holat hisoblanmaydi. Endi mana shu ushlab qolinishligi yana ham ko'payib ketyapti, yana ham uzayib ketyapti. Bu ikkinchi darajali yurak blokadasi. Heart blocks. Xo'p, yana ham ko'payib ketdi ushlab qolinishligi AV tugunida. Xo'p, buni ham o'z navbatida ikki xil ko'rinishi bor, ya'ni Mobitz 1 va Mobitz 2 ko'rinishlari bor. Ikkinchi darajali yurak blokadasini. Endi uchinchi holat bu juda ham og'ir holat hisoblanadi. Uchinchi darajali yurak blokadasi. O'lim holatlari ko'p uchraydigan vaziyat hisoblanadi. Heart blocks, ya'ni AV tugunida impulslar ushlab qolinishligining 3-darajasi. Bu holatda ham yurak urishlari soni 50 tadan kam holat hisoblanadi. Xo'p, yana bitta holat bor, juda ham bir qiziq holat. Yurak bir tez urib ketadi, bir normadan ham tushib ketadigan, normal 50 tadan tushib ketadigan holat bor. Bu holat six sinus sindromi, ya'ni sinus tugunining holsizlik sindromi
deb ataladi. Bu holatda yurak ba'zida tez urib ketadi, ba'zida sekin urib ketadi. Ya'ni sekin urib ketishligi bu sinus tugunidan impuls chiqmayapti. Bilamizki, AV tugunidan 40-60 ta impuls chiqadi. 40-60 ta normada. Endi shu AV tuguni boshqaruvni o'z qo'liga olganligi hisobiga bizda misol uchun 40 ta, 45 ta yurak urishlari hosil bo'lib qolishligi mumkin. Ya'ni bu bradikardiya hisoblanadi. Bradikardiya hisoblanadi. Endi mana shu bradikardiyani bartaraf qilish maqsadida yurakning ma'lum qismlarida, bo'lmachani ma'lum qismlarida ektopik o'choqlar hosil bo'lishi bilan bu mexanizm bu o'z-o'zini kompensatsiya mexanizmi hisoblanadi. Mana shu ko'plab joyda ektopik o'choqlar hosil bo'lishi bilan javob qaytaradi. Ya'ni sinus tuguni ishlamayapti. Sinus tuguni ishlamasligiga sabab, sinus tugunida disfunksiya bo'lyapti. Bunga sabab fibrozlanish bo'lishligi mumkin yoki bo'lmacha muskullarining chandiqlanishi bo'lishligi mumkin yoki bo'lmasam sinus tugunini o'zini ichki disfunksiyasi hisobiga bo'lishligi mumkin bo'lgan holat hisoblanadi. Endi bunga javoban mana shu ma'lum joylarda, bo'lmachaning ma'lum joylarida ektopik o'choqlar hosil bo'lishi bilan namoyon bo'ladigan holat. Endi bradikardiya holatda va mana shu bradikardiyani kompensator ravishda qoplash maqsadida bunga o'choq hosil qildi va bu o'choqlardan atrial fibrillation, bo'lmacha fibrillatsiyasi bo'lishligi mumkin yoki bo'lmacha flutter, ya'ni bo'lmacha tripitaniyalari bilan javob qaytaradigan holat bo'lishligi mumkin. Bu sinus tugunini holsizlik sindromi, ya'ni taxibradi sindrom. Bu holat hisobiga taxikardiya bo'lyapti bemorda. Bu holat hisobiga bradikardiya bilan javob qaytaradigan holat hisoblanadi.